Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar, yaxşımısınızlar? Bugün 2021 yılı 15 fevral düşənbə. Bugün mən aldı bilan özümüz haqida qısqacha to'xtalgandan keyin ondan Bitcoin to'g'risida qısqacha to'xtalib o'taman. 1-ayning 19 kuni Amerika hökuməti Xitoy hökumətini Uyg'urlarga qarşı irqiy qirg'inchilik o'tkazdi deb jakalagandan keyin ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarda, ya'ni tashqi munosabatlarda Uyg'ur masalasi bir xalqlik masalaga aylandi. Xitoy hukumatiningki bu xil Amerikaning qaroriga nisbatan shiddat bilan inkas qaytarishi uning Uyg'urlarga qarshi necha yildan buyon o'tkazib kelayotgan jinoyatni hargiz yo'shirib qolmaydi. Undan sirt yana shu yaqinda BBC'ninki xabarda e'lon qilingan odam og'siz bo'lgan shundoq ularningki ifloslarcha jinoyatlari har qanday bir insonligi o'lmagan bir odamningki g'azvini keltirdi, yuragini titirdi, vijdonni yig'latdi. Shunday bo'lganlikdan dunyoning hamma yerida davlatlar, ya'ni bo'pmi demokratik davlatlar, Amerika, Yangi Zelandiya, Finlandiya, Avstraliya, Angliyadan iborat shu demokratik davlatlardan 5i jiddiy e'tiroz bildirdi buningga. Hatto Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki so'z bayonotchisimi Xitoydan shu bizning Uyg'urlarning vataniga xalqaro tashkilotlarningki berishiga yo'l qo'yishni ham talab qildi. Chunki BBCning bergan bu xabarlari haqiqatan insonning har qanday bir normal insonningki ko'nglini chigidi, g'ash qiladi, g'azvini keltirdi. Mana buningga inkas sifatida dunyoning hamma yeridagi Uyg'urlarimiz har xil shaklda norozilik va qarshiliklarni va ayblashlarni qilyotdi. Shu rayonlarda turib, shu davlatlarda turib o'zlariningki pozitsiyalarini ifodalayapti. Albatta, mana shunday chaqda bu xil ishlardan xuddi bizning qo'shnilarimiz Pokistonningki amaldorlari, Imron Xonga o'xshash boshliqlari qulqini yo'pirib olib, hech nima bilmagan, anglamagan, ko'r gaz bo'lgan o'xshash ba'zi kishilarimizmi, o'zimizning jamoatidami ba'zi kishilarimiz shunday bo'lib bordi. Endi buni nima deymiz deganda, iqtisodda free rider problem bor, ya'ni boshqalarning mashinasiga bekorlik chiqib oladigan. Badal to'lamay yaxshi kunga erishadigan, shunday bir qism fursatparast odamlarning qilmishini tushuntiradigan, shunday bir hukm bor bizning iqtisod ilmida. Shu kishilarning mana shunday bir zulm oldida hech qanday inkas bildirmay, hech bo'lmagandek jugan ba'zi kishilarimizning Uyg'ur otliq kishilarningki quyrug'ini keyniga tikib olib, quyrug'ini tiqib olib, beshini cho'mkirib olib, shunday yashashi bizningki jamiyatimizning nisbatan yaxshi ish emas. Nemishqa deganda bir millatning gullanishida, bir millatning kunining yaxshilashida hamma odamning mas'uliyati, majburiyati bor. O hech qachon az bir turkum pidokor kishilarga, yaxshi kishilarga boj qilib berilmagan. Agar yaxshi kunga odamdek yashayman, boshqalarga o'xshash to'liq huquqli insondek yashayman deydigan ish bo'lsa, hamma odam o'zining vijdoni bilan mas'uliyat va majburiyatni ado qilish kerak. 5 kun chiqqan vaqtda men Uyg'ur zulm chekdim deb ko'rikdan o'tib olgandikanlar, Uyg'urning 5 kun chiqqan vaqtda o'zini ep qichadigan mandaq nakas odamlarga muayyan darajada bir xitob va ogohlantirish berish intayin zarur deb qaralganim uchun shunchalik so'zlab o'tay. Chunki bizga bo'layotgan bu ishlarga ba'zi kishilar, ya'ni Uyg'ur bo'lmagan, bizdan bo'lmagan, bizning e'tiqodimiz bilan o'xshash bo'lmagan shunday kishilarmi o'zining qarshiligini, noroziligini ifodalayapti. Mana shunday chaqda o'zimizning qo'li kuyavasa, o'zimiz uning ovozini chiqarmasak, haqiqatan bir sharmandachilik bo'ladi. Xo'sh, endi Angliyaninki parlamentida liberal demokratiyadan bo'lgan shu partiyaning boshlig'i Ed David degan kishi bugun shunday debdi. Ya'ni Xitoy BBCning xabarini ko'rgandan keyin BBCni
Xitoy tabiidan BBC xabarlarini taqtishni amaldan qoldirib o'tdi. Va shundaqla yana Angliya parlamentiniki 2020-yillik Beijingda ochilgan Olimpik yig'inini boyqut qilish haqidagi qarashlarga qarata kim bizga shu boyqut qilsa, biz shularga jazo yurgizamiz degan gapga qarata sen xalqaro lukchaklik qilyapsan deb buning qarshilik bildirdi. Ya'ni mana Uyg'urlarga qarata erkiy qirg'inchilik qilayotganining faktlari shunday kuchli tursa, biz qandaqsiga shunday bir benormal davlat mushuna jinoyatni o'tkazgan tursa, ya'ni biz Angliya hukumati tanaqatchilarimizni shu yerga avatimiz bu murassa qildigan ish emas, chunki jinoyatning xarakteri intayin ig'ir degan bir gapni qildi. Demokratik alladiki bu kishilarning qilgan o'sha so'zlarga tashakkur. Biz zulm chekkichi, zulm chekayotgan xalq mana shundaq chaqda cho'qim bizning gapimizni qilgan, biz tarafda turgan kishilarga muayyan minnatdorligimizni bildirishimiz kerak. Shuning bilan birlikda yana mana shu necha soatning oldida chiqqan bir xabar bor. Xitoy hukumati musulmon ellarni qanday qilib keltirib oldi deb hammasiga ularning ideologiya jihatdan demokratiyaga g'arbga qarshi uni tushunamiz. Shuning bilan birlikda yana iqtisodiy manfaat va ko'pinchisi hokimiyatli davlatlar shunga o'xshash bir ishning yalqini yalishidi. Bular juma kuni Kashmir masalasida yig'in chaqiribdi. Dünya İslam Təşkilatı'nınki qarmağıda. Türkiye, Pakistan, Azerbaycan, Nigeriya deydi. Yani qaysi bir davlat. Bir neçə davlatlar yig'ini chaqirishib, Kashmir masalasini deyishibdi, lekin Uyg'ur masalasida bir ig'iz ovoz chiqamabdi. Bu haqiqatan bizni haqiqatan bir ham saskindirdi, ham cho'shtirdi. Chunki mana bizningki kichik o'smirlarimiz Istanbulning ko'chalarida, Konyaning ko'chalarida, Qaysariyaning ko'chalarida shunday zarb, dod, faryod chekyotdi. Onamni ko'ramadim, dadamni ko'ramadim, ular nega ketding deb. Bir normal insonning yuragini ezidi, titirtdi bu ahvollar. Bularni bilmaydi emas, bular biladi. Bilgini bilan qulog'ini yopirilib, ko'zini ko'r qilib olib, yana Xitoyningki tarafini elib, shunday qilsa, bizga nisbatan aytgan vaqtda bir xil aqlimizga bir savol qo'ydi. Bular yolg'on musulmon ekan bular deb. Nemishqa haqiqiy musulmon, haqiqiy e'tiqodli kishi ezilguchilar tarafda turdi. Bular ezilguchilar tarafda emas, azguchilar tarafda turganligi uchun biz mana mushunchilik hozircha mushunchilik tanqidni deb turamiz. Xo'sh. Bu siyosiy masalalar haqidagi gaplar. Endi iqtisod masalasiga kelsak, vaksinaning o'rilishi bilan jamiyatlarda nisbatan bir shu kasallikki, ya'ni vaboning tarqalishi asosda aziyib bordi. Balkim yarim yilning ichida iqtisod asosida ko'tarilishga boshlaydi. Hozirgi xabarlardan qaragan vaqtda, hozirgi kuzatishlardan qaragan vaqtda iqtisodning asli kelishi biroz yaxshilanadi. Shunga pay cheka olgan qarindoshlar pay chekanlar tushib ketgan bo'lsa, bu avara Ayrpan stansiyalarınki, Ayrpan şirketlerinki, yani sayahatçilik şirketlerinki pay çeklerini algan qarindoshlar bak cho'chib ketmanglar, bular o'sdi. Davlatlardan ma'lum davlatlar uchun shu kishilarninki, ommaninki paravalligini eng yuqori nuqtaga maksimize deb qo'yamiz. Eng yuqori nuqtaga yetkazish, a'lolashtirish muhim bo'lgandek. Ya'ni buning uchun ma'rif muhim, sog'lomlik muhim, ish qurilish muhim va tinchlik, barobarlik, odillik muhim bo'lganga o'xshash bir shaxs uchun bu mana bu narsalar intayin muhim. Ya'ni biz Uyg'ur jamoati, chet eldagi uyabiyatli Uyg'ur jamoati uchunmi, shaxs uchunmi va jamoat uchunmi bu narsalar muhim. Sog'lomligimizni bo'layotgan ishlar albatta bizning hammamizning psixikimizga ta'sir ko'rsatdi. Ta'sir ko'rsatgan odamlarga ko'rsatdi. Ta'sir qilmaydigan azob tuyg'usi yo'q odamlarga ming desingizmi bika. Ular uning mustasno, ularningki ko'zi ko'r, xulqi pang, bularga gap ketmaydi. Ammo bu yurka og'rigan qarindoshlar bak umrsinib ketmayli, ro'yitimizni, jismoniy sog'lomligimizni chang tutayli, tirishayli, sog'lomligimizni yaxshi qilayli, bolalarimizni yaxshi o'qitayli.
kirimimizni ko'taradigan ishni qilaylik, tirishchan bo'laylik, bir-birimizga mehr muhabbat ko'rsataylik. Yo'q ishlar uchun bir-birimiz bilan azarlashib, dushmanlashib, biz bunday bir ixtilof topadigan ishlarni qilmaylik. Mashhur bizningki diniy o'limamiz ustoz Abduqodir Domullam buningdan bir asr ilgari shunday gapni degan, millatni, xalqni xor va zabun qildigani nima desa, nodonlik va ittifoqsizlik deb. Biz ittifoqlikka muhtoj, shuning bilan birlikda biz nodonlikni yo'qotishga muhtoj. Mana shu nodonlikning manbasi kishilarimizning, ba'zi kishilarimizningki ko'zni ochib, yaxshi cho'nqur tafakkur qilmaganlikdan, ilm, ma'rifatga intilmaganligidan, dunyoni, real dunyoni ko'rib, yaxshi kuzatmaganligidan. Shunga bir tarafdan biz to'g'ri ochiqimiz nayt cho'nqur, ammo biz ochiq qiyam bo'lib kelsak bo'lmaydi. Cho'qim o'zimizning ishlarimizga puxta bo'lishimiz kerak. Salomatlik muhim, bolalarimizning ma'rifati muhim, o'zimizning tirishchan, ishchanligi, mas'uliyatchanligi muhim. O'zaro o'zimizning jamoat bilan bo'lgan munosabatda o'zaro qiyinchiliklarga amalimizning boricha mehr shafqat yetkazish umumiy muhim. Endi men gapimni Bitcoin haqida qisqacha tushuntirish bilan to'xtalib o'tay. Chunki Bitcoin ay mushkullarda 40 necha ming dollarlab ketdi. Ya'ni bir dona Bitcoinning qanchalik bo'lganligini, uning miqdorining qanday bo'lganligini yo'qmaydi. Nimishqa desa, bu elektronlik pul. Pul desa kishilarning ko'z oldiga har xil qog'oz pullar keladi. Masalan, Amerikaning dollari, Angliyaning pound sterlingi, Germaniyaning eurosi, burun Deutsche Mark deydi. Koreyaning won, Yaponning yen, Xitoyning yuan deganga o'xshash va tangi pullari keladi. Buni shu davlatlar qonun bo'yicha shular besib chiqargan, taqatgan. Ammo Bitcoin degan bu narsa desa, Bitcoin 2008-yil Amerikada pul muomala krizi yuz bergandan keyingi mo'shundaq bir nurg'un banklar vayron bo'lib ketgan tarixiy sharoit ostida barliq kelgan bir pul, ya'ni shifrli pul. Men shifrli pul to'g'risida bir leksiya so'zlagan, shu kanalimda bor. Shu vaqtda, ya'ni 2008-yil mushaqtida Satoshi Nakamoto deydigan bir kishi. Bu kishini ba'zilar yaponlik deydi ekan, ba'zilar har xil qiyos qilib ekan, 37 yoshli yaponlik deydi ekan, ya'ni ba'zilar bu bir odam emas, bu bir guruh odam deydi ekan, yana ba'zilar buni angliyalik deydi ekan, chunki shu Satoshi Nakamoto degan ismda yozilgan, ishlatilgan so'zlardan, iboralardan bu angliyalik bo'lishi mumkin deb faraz qilgan, bu noma'lum. Ammo shu kishi shu Bitcoin, ya'ni blockchain texnologiyani, blockchain deganni zanjirsimon texnologiya demdik. Buni bir gap tepishimiz kerak. Moshini ijod qilib, undan keyin elektronlik hisobot daftarini ijod qilib, kompyuterimiz bo'lsa, shu kompyuterda Bitcoinni qizib, shunday yasab chiqqan, shunday bir pul. Uni tutammaysiz. Uning shaklini ko'rsiz, ammo buning foydasi nima desa, buning foydasi bu pulni, bu elektronlik pulni siz buning maxfiyatlik darajasini aytib yuqori degan gap. Buni bir bank taqatmaydi, bir davlatning markaziy bankasi taqatmaydi. Bu dunyoning hamma yerida oqadi degan gap, ya'ni shu kompyuter sistemasi bor, kompyuter to'g'ri bor, yerda bular oqadi degan gap. Mana shu 2010-yili bir Bitcoin 8 sent, Amerikaning puli 8 sent ekan. 10 sent emas ekan, 8 sent 2010-yil. 2016-yil kelgan vaqtda bu necha ming dollarga ko'tarilib ketgan. Mana bugungi kunda 40 necha ming dollar bo'lib ketdi. Ya'ni 2010-yili bir Bitcoin 8 sent, hozir 11 yildan keyin 40 necha ming dollar bo'lib ketdi. Shu chaqda 10 Bitcoin olgan odam bo'lsa, 10 Bitcoin olgan bo'lsa, ko'payib qoladi. 400 necha ming dollar pul olgan bo'ldi. Shuning bilan pensiya puli ma'lum bo'lib ketdi bu odamning degan gapda. Shuni bu yerda buni deyishdan maqsad nima desa, Bitcoinga nisbatan shifrli pulga nisbatan bizning qarindoshlarimizda bir xil qiziqish ko'tarilib o'tadi. Ba'zilar har xil savollarni so'rayotadi. Pul muomala kapitalida, masalan, paycheki bozorlarida bo'layotgan ishlarni da'vatadi. Paycheki bozorlari
paychilik bozorlarda kishilar pay ilib sotadi. Sabab nima degan vaqtda o'zininki maoshdan kirgan pulini birini ishga qilish uchun. Biz an'anaviy eglik yashamayapmiz. Burun bizning ota-bobolarimiz bir ortiq qo'lga pul tushsa, mozaik qo'yib, cho'ng qilib, inak qilib, tug'dirib, munda qilib, az-to'la birini ishga qilgan bo'lsa, yoki bo'lmasa chujib qo'yib, mekan beqib, tuxum setib, uni ashunday az-to'la terikchilik qilgan bo'lsa, hozir biz uchur inqilobi davridagi mushundaq digital economiyada yashayapmiz. Ya'ni son sifirlik iqtisodda yashayapmiz. Qaraydigan bo'lsak, bu yaqinqi 10 yil ichida ko'tarilgan dunyodagi cho'ng milliarderlar mana shu son sifirlik iqtisoddan qutub chiqqan odamlar. Hamda Bitcoinning, ya'ni shifrlik pulning taraqqiyotiga nisbatan nurg'un odamlar umid bilan qarayotdi. Ya'ni bundan keyingi ish ashundoq bo'ldi. Davlatlar bir davlatning eng chong funksiyasi, eng chong huquqi nima degancha pul besish huquqi. Agar bu Bitcoin o'xshash shifrlik pulni xohlagan noma'lum odamlar uni qezib, ishlatib qilgan bo'lsa, davlatlarning markaziy hokimiyatlarning huquqi kuchdan qolamda qolmanda. Bu xil ehtimol bor. Shunga davlatlar buningga nisbatan bir xil tadbirlarni, ya'ni bu Bitcoinga nisbatan ma'lum vaqtda ma'lum cheklimlarni yo'l qo'yish mumkin. Hozir qadar shifrlik pullarningki soni 6700 dan ortiq ishib ketdi. Ba'zilar Dogecoin deganga mablag' soldi. Dogecoin degan bir oyning ichida 1 sent. Men $100 qilib qo'ygandim, 300-400 chiqqancha setib etdim. O keyin 8 sent chiqdi, 9 sent chiqdi, yana tushib ketdi, 5-6 sent tushib ketdi. Shunga men shu shifrlik pulga mablag' solamdi deydigan qarindoshlarga nisbatan aytgan vaqtda $1000 ni ep qo'ying, $1000 jiq emas, $1000. Dogecoin'dan biri $200 ep qo'ying. Baş bularni Dogecoin o'xshash bu pullarni altcoin deb ataydi. Yoki ataydi ekan. Bularga bir $300 sep qo'ying. Anadan keyin boshqa turdagi azaroq shifrlik pullarni onunga $300 ni sep qo'ying. Bak jiq sep ketishga yana bo'lmaydi. Nimishqa deganda buning xatiri bor. Bitcoinning tavrinishi naytiz. Bugün $40,000 chiqqan bilan ertasi $30,000 tushib qolishi mumkin. Bu tavrinish naytiz. Agar siz bankka pul qo'ysangiz, masalan, Amerikada sizning umum qo'ygan pulingiz $250,000 bo'lsa, bank vayron bo'lib ketsa, markaziy bankka sizga pulni yondirib berdi. Lekin Bitcoin $250,000 Bitcoin ep qo'ysangiz, Bitcoinning bahosi shunday tushib ketadigan, ish bo'lib ketib qolsa, sizning hamma nimangiz yo'qib ketadi. Ham uning ustiga shifrlik pulni ilib satgan vaqtda naytdi sizning butun uchurlaringizni egallab, masalan, shoferlik kinishkingiz, pasportingiz ubuni so'rab, har xil shaxsiy uchurlaringizni saqlab ular anandan keyin sizni ilib satqilib qo'ydi. Navbada siz pasportingizni bo'lib Bitcoinning masalasida password bor, bir nima kompyuter kirish uchun pasportingizni unutib qolsangiz, pulingizni ololmaydigan shunday ish bo'ladi ekan. Shunga shifrlik pulga, Bitcoinga qiziqish yaxshi ish. Men bu to'g'risida yozayotgan iqtisodiy kitobimda to'xtalyapman. Bu nashrdan chiqib qolsa, sizlar ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. Qiziqish yaxshi ish, ammo boshchilab kirib ketishga bo'lmaydi. Sal ehtiyot qilgan yaxshi. Jiq emas, bir necha ming dollarni sep qo'ysanglar, agar yutib ketsa, uning bilan sizlar yo'qlab ketib qolmaysizlar. Bakchiq sep ketsanglar, boshlab kirib ketsanglar, o'zanmasa odam daryoda eqib ketgandek, cho'kib ketgandek menda fojiaga duch keladigan ish chiqadi. Bitcoin to'g'risida yana nurg'un so'zlashga bo'ladi, lekin men bu kitobimda bu to'g'risida tafsilroq to'xtalayotganligim uchun hozircha shundaqday men ko'pchilikni shu narsalarga diqqat qilishga, masalan, Germaniyada bo'lganlar yoki bo'lmasa Kanadada bo'lganlar, nada bo'lganlar, Avstraliyada bo'lganlar, shu narsalarga shifrlik pulga bir yangi bir texnika, yangidan ko'tarilayotgan narsa, buning diqqat qilib qo'yinglar, bakchiq mablag' solmay Selomanglar, mablag' sanmaymi qo'ymanglar, azroq bo'lsa-ma, sap qo'yinglar, ama jiqlab ketmasin demoqchi. Yanalar haqiqiy boylik tirishdan, ko'p manbadan, ya'ni tirish orqali o'zining kirimini ko'paytirishdan, amaliy iqtisod bilan shug'ullanishdan keladi. Mavhum dunyodagi pul, masalan, pulning funksiyasi bir necha xil bo'ladi. An'anaviy iqtisodshunoslikda biz shunday deymiz. Ammo u pullarni, ya'ni almashtirishning vositasi,
qimmatning ifodalanish shakli degandek, u pullarni markaziy bank besib chiqadi, lekin mana bitcoin yoki shifrli pullarga nisbatan aytgan vaqtda buni toza qonunlashtirib, kontrol qiladigan bundaq ahvollar sistema texi shakllanmadi. Ba'zilar ma'lum bir nom bilan shundaq shifrli pul deb men Stanford o'qidim yoki Harvard o'qidim yoki MIT o'qidim deb mana mundaq bir shifrli pulni nima qildim deb bozorga sep qo'yib, ana nurg'un odamlar nurg'un mablag'ni sep qo'ygandan keyin shapqib qechib ketadigan zamonaviy uchur inqilobdagi yangi qo'ymichilarning maydonga kelmaydi degilim bo'lmaydi. Shunga sagak bilan jiq sep qo'ymay, masalan, $1-2 uçup ketsa kerak yo'q, ba'zida ishlar tavakkul qilmayman. Amal yo'q, ammo bakjiq selib etsak qo'lni ishlab qolgan shu bo'lsin. Rahmat sizlarga.